Oxirgi marta horror video qo'yganimga ham naqd 11 kun bo'pti. Menimcha hammangiz horror videoni sog'indingiz. Qani unda videoni boshladik. Bizning birinchi o'rindagi mavjudotimiz Zatsing. Kelinglar bu haqda ham bir tenga qimmat ma'lumotlarni berib o'taman rasmiyatchilik uchun. Zatsing ko'pincha Error 402 nomli versiyada mavjud va u versiyada faqatgina buzilgan kodlardan iborat dunyo mavjud emish. Uning ko'rinishi juda ham ajoyib. Ko'plab qo'llari bor, xuddi 8 oyoqqa o'xshab. Bu uning buzilganligini ko'rsatadi. Tanasida yirtilgan va o'zgargan teksturalar mavjud. Bir ko'zi oq, bir ko'zi esa qora, xuddi qorong'ulik bilan to'laga o'xshaydi. Harakatlari glitch, tebranib, ba'zida esa bitta joyda bir necha marta uchrashi ham mumkin. Nihoyat ma'lumotlar tugadi. Ana endi Zatsing bilan uchrashgan bir nechta o'yinchilarni sizlarga ko'rsatib beraman. Bilaman bu sizlar uchun juda ham qiziq. Qani unda boshladik. Bizning birinchi o'yinchimiz qiz bola? Amayli nechun, nima qilibdi qiz bola bo'lsa, o'yinchi vijvaniya qilishda davom etardi. U avval verstak yasabdi, keyin verstakni qo'yibdi va verstakning ichiga kirib, o'ziga kerakli instrumentlarni yasay boshlabdi va hattoki ko'mir ham topibdi va toshlardan pechka yasabdi, lekin pechkadan foydalanmabdi. Women. Va yo'lidan chiqqan bechora qo'ylarni yo'g'ay junini olibdi. Nima deyapman? Shu joyga bitta narsaga tushunmadim. 9 ta jun. Bu degani 3 ta kravat degani, lekin bir kishiga bitta kravat ham yetadi-ku. 3 ta kravat, 9 ta jun. Nihoyat o'yinchi yotoq yasadi va qo'ydi. Shunda ham bosmadi yotoqning ustiga. Gap yo'q. O'zi uchun shinamgina desam xato bo'ladi, kattagina uy qurdi. Ertasi kuni sayohatga yo'l oldi. O'zi uchun qayiq yasadi va qayoqqadir suzib ketdi. Amayli. Va u Zatsingni uchratdi. Bu uning shafqatsiz panjalari edi. Qorong'u va yomg'ir aralash tun. U uxlashga harakat qildi, ammo atrofda monsterlar bor degan yozuv uni uxlatishga yo'l qo'ymadi va u tashqariga chiqib monsterlarni o'ldirishga qaror qildi. Keyingi o'yinchimizning hikoyasi unchalik uzun emas. U katta tezlik bilan uyiga tomon yugurardi. Uning ortidan esa Zatsing kuzatib kelar edi. Shu payt Zatsing suvga sakraydi va birdaniga yo'q bo'lib qoladi. O'yinchi esa shoshib uyga kiradi va uni ortida Bo'la, maslaga Joha kanalini tavsiya beraman, chunki bu kanalda bir-biridan ajoyib CS2 o'yiniga bog'liq videolar chiqadi. Bundan tashqari bu kanalda har kuni stream ham bo'ladi. Opisiya va kommentariy orqali kanalga o'tib, albatta obuna bo'ling. Kanallarda hozircha faqat shorts bor ekan. Amayli oxirgi shortslariga kirib like bosing va kommentariyaga o'sha samimiy legendarniy guruch so'zini yozib qoldiring. Xuddi o'tgan safargidek har bitta yozgan guruch so'zinglarni ustiga men like bosib chiqaman. Kelinglar shu do'stimizga ham 200 obunachi to'plashga yordam beraylik. The Walking Tree. To'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, yuruvchi daraxt degan ma'noni anglatadi. Bu daraxt haqida unchalik ko'p ma'lumotga ega emasman, lekin ayrim youtuberlarning videolarini ko'rib sizlarga shuni aytamanki, Walking Tree bilan bitta merda o'ynashni maslahat bermayman. O'sha yuruvchi daraxtning ko'rinishi mana shunday. Yaxshilab ko'rib olinglar. Agar sizlardan mana shu daraxt chiqsa, bilinglarki, sizlar u bilan bitta merda vijvaniya qilyapsizlar. O'yinchilar ham hayron. Bu oq daraxtlarning ichida nega daraxt nima qilyapti? Xullas ular uy qurib uxlashdi. Mana bu nima? Nima bu? What? Mana bechorani yana ko'mib qo'ydi. Ular ekspeditsiyaga chiqqanlarida ularning ortidan daraxt yurib kelganini sezishdi va ularning yuragi yorilib ketdi. Mana bu yo'llarga qaraganda daraxt rostakam yurib kelgan edi. Bu yo'llar uning yurgan izlaridir va birdaniga kech tushdi. Daraxtda esa o'zgarishlar bo'la boshladi. Daraxt o'yinchilarning do'stlarini o'ziga o'ray boshladi. O'yinchilar esa qochish o'rniga yozishayotibdi. O'yinchi shunchalik qo'rqdiki, hattoki do'stlarini tashlab qochishga ham majbur bo'ldi. Mayli,
K ekan. Ikkinchi o'yinchilarimizning hikoyasi biroz boshqacharoq. Ular yuruvchi daraxtni uchratishdi. Ko'rgan bo'lsanglar, boyagi daraxt bilan bir xil. Borma kuyasan deganim bilan baribir bular daraxtning yoniga borishdi. Hali yoshda, bola paqir, bola chelak. Daraxt ularga juda ham g'alati ko'rindi va uni sinchkovlik bilan tekshirishni boshlashdi. Xuddi hindularga o'xshab daraxtning atrofini aylanaverishdi. O'yinchilar biror rivojlanib uyiga qaytib kelishganida esa yotoq o'rniga mana bunday daraxtlar turganini ko'rishdi. Keyin o'yinchining do'sti uni tashqariga chaqiradi va o'yinchi tashqariga chiqib qarasa, bu yerga daraxt kelib qolgan edi. Ularning ortidan yurib kelgan edi. Ikkala o'yinchi ham shokda va bu uning yurib kelgan izlari. Atrofda yana shunga o'xshagan daraxt bormikan deb teparoqqa chiqishdi va ular buni ko'rishdi. Uning uyini daraxt bilan o'rib tashlagan edi va nihoyat o'yinchilar tushunib yetishdi. Bu yerdan tezroq qochish kerak. O'yinchilar qochayotgan paytda mana shunday chuqurlikka duch kelishdi. Va uning do'sti o'yinchining ortida nimadirni ko'rdi va ortiga burilganida daraxt yonida turgan edi. Xullas, daraxt bu baxtiqaro o'yinchilarni qurshovga oldi va ikkalasini ham pastga itarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Qissadan hissa shuki, yuruvchi daraxt bilan o'ynashmanglar. Xoh u Minecraftda bo'lsin, xoh u hayotda. Aytgancha biz mega konkurs boshlab qo'ydik. Birinchi o'ringa YouTube kanal, ikkinchi o'ringa esa mendan Tekinga reklama, uchinchi o'ringa esa Tekin dizayn. Hoziroq kommentariya orqali konkursga qatnashing. Bo'ldi, nihoyat video o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu videoga ham 200 ta like yig'ing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha